Nima uchun matras sohasini tanlaganman? 7 yil oldin men ota-onam uchun matras olganman. Adamlarning beslari sal og'irroq edi, shuning uchun bir sifatliroq, og'ir vес ko'taradigan ortopedik matrasni kimdir maslahat bergan, o'sha insondan borib olganman. Ya'ni bir oy ichida men 3 marta matras almashtirgan ekanman. Nima sabab matras shunchalik sifatsiz bo'ladi yoki og'ir vес ko'tara olmaydi? Ota-onam uchun bitta matras 3 marta yoki 4 marta olishim shartmi deb buni ichiga ko'proq chuqurlashib, o'zim uchun matras sohasini qiziqib ko'rganman. Va oradan 1 yil o'tgandan keyin matras sohasiga kirib keldim. Matrasni o'zim uchun, ya'ni o'zimni, ota-onam uchun shunaqa darajada matras qildimki, o'sha paytdagi tajribamni, o'sha paytdagi ilmim, o'sha paytdagi yon atrofdagi so'raganlarimni, bilganlarimni hammasini birlashtirib bitta matras qildim. Shunaqa zich to'qilgan ortopedik degan matras bor ekan. O'sha paytda 7 yil bo'ldi hozirgi kunda. 7 yil oldin qilingan matras hozirgacha xizmat qilib beryapti. Qilt etayotgani yo'q. Buni o'zini funksiyasini almashtirish ham hojati yo'q, lekin ko'z tegmasin zo'r.